Bu uyimiz davno sotilib ketishi kerak edi. Bitta mana shu devorlik hisobiga ko'pchilikdan negativ bo'pti. Bet katta hovli bo'lgan, u yoq amakivachchalar yashar ekan. Mana shu devor tepasiga temir jaluzi qo'yib yuborsanglar, sizlarni hovlingizda hech narsa ko'rinmaydi, shamol ham o'tib turadi. Qaranglar, pastda xonasi bor, bu yerda ikkita xonasi bor. Bu yoqda yana ikkita xonasi bor. U yoqda sanuzeli bor ekan. Olmazor tumani Orientir Olmazor prokuratura bo'ladi. Jomiy bozorgacha 1 kilometr, maktab, bog'chadan umuman muammo yo'q, zo'r lokatsiyaga kelganmiz. Qaranglar, usutu narxi $135,000. Vashi shikalat. Bundan oldin ancha qimmatga qo'yiluvdi. Pul zaril bo'lganiga yanada narxini tushirdi. Fasad qismi ugloyda joylashgan. Bitta qaranglar, 25.6. Hosilaga naryog'ini ko'rsataman. Qaranglar. Hos. Zo'r xonadon, narxi ham zo'r. Bitta $40,000 bo'lsa ham bir sotusi, uch sotuv xonadon sizlarga $135,000 vashi zo'r. Bunaqasi 9,5, ichkarisiga 13 bo'lgan. 25.6. Qaranglar, bunaqasi to'rda maktab, bog'cha yaqin joylar, bunaqasi jomiy bozor. Egalarim nomeri opsiyanida bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qilib yuborasizlar. Hammanglarga omad.